Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Gunohlardan to'liq forig' bo'ldingmi? Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Yoki hayotingdan mamnun bo'ldingmi? Nega xotirjamsan ey ahli islom? Dunyo ishlaridan xabaring yo'qmi? Nega xotirjamsan ey ahli islom? Kofirlarda seni hasading yo'qmi? Falastinda bolalar o'layapti-ku, genotsid kundan kun o'sayapti-ku, Quddus va Aqso qo'ldan ketayapti-ku. Nega bilmayapsan ey ahli islom? Zolimlar kundan kun kuchayapti-ku, mazlumlar kundan kun ezilayapti-ku, insoniy erklar yo'q bo'layapti-ku. Nega his qilmaysan ey ahli islom? Qutqarish vaqti kelmadimikan? Birlashish vaqti kelmadimikan? Tarixni eslash vaqti kelmadimikan? Nega eslamaysan ey ahli islom? Ko'zida yosh yo'qdir gunohkorlarni, dilida iymon yo'q munofiqlarni, mo'minman deb aytguvchi musulmonlarni. Nega o'ylamaysan ey ahli islom? Ummatni holini bilmaydi bular, erkinlik neligin bilmaydi bular, faqat o'z nafsini o'ylaydi bular. Nega bilmayapsan ey ahli islom? Hech qaysi birlikni o'ylamaydilar, birlashsa hech qaysi teng kelolmaydilar. Zolimlar o'zini qutqara olmaydilar. Nega birlashmaysan ey ahli islom?